Assalomu alaykum muslimalarim. Bugun Nilufar bilan sizlarga ajoyib taomni tayyorlab ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Мы rozbashimo tarzi tayyor kuning xuroki milliy tojikiro nishon metem. Ko'nglim cho'kdi yaman, ko'z yosh to'kdim yaman. Seni sog'indim jonim aman aman. Dema meni dalla. To'g'ralgan piyozni idishga solib, yaxshilab ezing. Vafadoringman seni asla. So'zi olamnamo, ranjo setamnamo. Yog'li patirimiz pishib chiqdi. Bu idish qurtob uchun maxsus. Теперь разламываем руками лепешку. Suzmaga suv, tuz solib aralashtirib olamiz. Qurtob ham tayyor. Bo'yish yo'yton.